Doktor, oftalmologiyada kam uchraydigan ko'z kasalliklari qaysilar? Oftalmolog amaliyotida kam uchraydigan kasalliklardan tug'ma glaukoma, epikantus, pigmentli retiniit, keratokonus kabi kasalliklar kam uchraydi. Kasallikni erta bosqichda aniqlashning ahamiyati qanday? Kasalliklarni erta bosqichda aniqlash, ularning asoratlarini oldini olish va davolashning samaradorligini oshiradi. Bu kasalliklar genetik, ya'ni irsiy holatlarda ko'proq uchraydimi? Albatta, kamyob kasalliklar nasldan naslga o'tish xarakteriga ega. Ularni erta aniqlash uchun skrining amaliyotlari o'tkaziladi. Agar ko'zda kam uchraydigan kasallik aniqlansa, hayot sifatiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu albatta ko'rishni pasayishiga, og'ir holatlarda esa ko'rlikka ham olib kelishi mumkin. Kam uchraydigan ko'z kasalliklari ko'z shikastlanishi yoki boshqa sog'liq muammolari bilan bog'liqmi? Albatta, organizmdagi boshqa kasalliklar ham ko'zga ta'sir qiladi. Ulardan qon bosimini oshishi, qandli diabet, revmatizm kabi tizimli kasalliklar shular jumlasidandir. Kasallikni oldini olish va uning asoratlarini kamaytirish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Agar sizda tizimli kasalliklar bo'lsa, tegishli mutaxassislar ko'rigidan va har 6 oyda ko'z shifokori ko'rigidan o'tib turishingiz kerak.